tashqi dizayndan qaysi modelni eslatyapti do'stlar? L7, L9 modelini fasatini beradigan Boeing samolyotining g'ildiraklari kabi katta ballonlar bilan jihozlangan do'stlar. Xolodilniklarning surilishlarini ham bir qator ko'rsatib o'taman do'stlar. Nima deyapti? Xohlasangiz sovutish, xohlasangiz isitish funksiyalari mavjud. Sal kam 2 metrni tashkil qiladi do'stlar. Bu nima beradi degan savol tug'iladi. Bu uzoq yo'lga ketganingizda mashina sizni chaqirib, siltab, charchatib qo'ymaydi do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun gaplashadigan modelimiz Dongfeng EP008 haqida bo'ladi do'stlar. Bu mashina haqida ko'rmagan, bilmagan tanishlar uchun polniy mijozlarimiz uchun bir qator tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, ushbu mashinamiz tashqi dizayndan qaysi modelni eslatyapti do'stlar? L7, L9 modelini fasatini beradigan. Kechqurun mono qoshlar bilan boshqacha ehtirosli ko'rinish beradigan ushbu toychoq. Kechki sayrga, oilaviy, bola chaqani mindirib, ota-onani mindirib yurganga nima yetsin do'stlar. Oldi tomondan monoled faralar bilan jihozlangan do'stlar. Xo'p, oldingi qismiga keladigan bo'lsak, Dongfeng kompaniyasining logosi tushirib o'tirilgan. Kapot ostida 1.5 turbina motor va elektromotorimiz bilan jihozlangan. Xo'p, bir qator keladigan, bir boshdan keladigan bo'lsak, oldida patronik datchiklarimiz do'stlar. Ballonni sovutish tizimi 21 dyumli diska ballonlar bilan jihozlangan do'stlar. Xo'p, 360 kamera, slipoy zona, polniy panorama tom do'stlar. Xo'p, eshiklarimiz ham boshqacha dizayn interyerda qilingan. Bir qator ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Eshikni ochishimiz bilan mana sidinkalar ham o'zingizga moslashuvchan funksiyalar bilan jihozlangan. Belga dukatkalarimiz ham bor. Abdub abagrif deysizmi? Men bularga necha baho deydi-yu. Bu eshikni ochadigan tizimi. Men bularda oynalarni bemalol tushirib ko'tarishimiz mumkin do'stlar. Har tomonlama zo'r ishlangan toychoq. Undan tashqari kolonkalarning soni juda ham ko'p do'stlar. Bemalol. Orqa sidinkalar nima deyapti? Orqa sidinkalar do'stlar. Zavodskoy. Mana men bularni ham tiqib ko'rsatib o'ting. Tonirovka ham kerak emas do'stlar. Bemalol. Sidinkalarimiz mana elektronli. Abduf abagrif va undan tashqari kapitan sidinkalar bilan jihozlangan do'stlar. Ushbu pardalar nima deyapti do'stlar? Mana quyoshdan sizni pana qiladi. Siz xohlagan komfortni bemalol bera oladigan ushbu gigantimiz. Xohlasangiz xolodilnik bor. Xohlasangiz mana qo'llarni qo'yib, choy ko'flarni ichib ketadigan model do'stlar. Nima deyapti? Undan tashqari do'stlar, buni olib qo'yib, oyoq atamankalari ham bor buni. Mana sidinalarimizda ham mana xolodilnik bor. Tablolarimiz, monitorlarni ham bir qator ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Xolodilniklarimiz suriladi, boradi, keladi. Oyoq atamankalar, abduf abagrif oldi orqa sidinkalar ham mavjud o'rindiqlarda. Xo'p. Bunisi nima ekan bu? Bu narsa osib qo'yishingiz uchun, misol uchun moslashtirib o'tilgan. Salon interyeriga keladigan bo'lsak, mana tablolarni qarang. Xolodilniklarning surilishlarini ham bir qator ko'rsatib o'taman do'stlar. Nima deyapti? Xohlasangiz sovutish, xohlasangiz isitish funksiyalari mavjud. Xohlasangiz sovutadi, xohlasangiz isitib beradi. O'zingizlar do'stlar baho berib o'tasizlar. Ushbu Dongfeng EP008 modelimiz bugungi kunda sotuvda mavjud. $38,000 sotilgan mashina bugungi kunda 31,500 qilib berasiz. Nimani esla do'stlar? Monitorni ham rusifikatsiyalarini qilib beramiz. Xohlasangiz YouTube, xohlasangiz Instagram, xohlagan narsalarni ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu yerda esa avtomobilni quvvatlash, narigi tomonda esa benzin bakimiz ham joylashgan. Bundan tashqari orqa tomonlari polniy mono qoshlar bilan jihozlangan. Stopchik faralar. Nima deyapti deydi-yu? Orqa tomonlarda ham xuddi oldi kabi monoled faralar bilan jihozlangan do'stlar. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi ham juda chiroyli ishlangan. Elektronli paket bagajlarimiz.
Sidinkalarni mana yotqizib qo'ysangiz, bemalol narigi sidinkani ham yotqizib, spalni qilsangiz ham bo'ladi. Uzoq yo'llarga ham belni og'ritib, charchatib qo'ymaydi. Sidinkalar ham yotiq holatda. Bemalol mana bularni tortib, bemalol yotqizsangiz bo'ladi. Xolasi bu yoqqa tortsangiz, o'zini joyiga joylashadi do'stlar. Hattoki orqa o'rindiqlarda ham bu kamarlarga ahamiyat berilgan bolajonlar uchun ham. Xo'p, ushbu modelimizda zapaska bo'lmaydi. Zapaska bo'lmaydi do'stlar. Balonni ham agich, shogatka, avariyli znaklarimiz. Undan tashqari zaryadchiklari ham qo'shib beriladi. O'zingizlar bir qator baho berib o'tasizlar do'stlar. Va oldi kabi orqa tomonlarda ham patronik datchiklar va stopchilar bilan bezab o'tilgan. Balonlarimiz boya aytib o'tganimizdek 265 45 ga 21 Boeing samolyotining g'ildiraklari kabi katta balonlardan jihozlangan do'stlar. Oldi sidinka o'rindiqlarimizda ham abduf abagiflari mavjud. Undan tashqari elektronli paket. Sidinkalarimiz ham pamtlariga ham akvaprintlar, matvi qilingan italyanskalik kantarlar bilan. Xo'p, ashibkalarimizga ham bir qator baho berib qo'yasizlar do'stlar. Hamda 38 dan podsetskali chiroqlari ham mavjud. Xo'p, undan tashqari simsiz quvvatlash, polniy panorama tom. Uzunlik jihatdan do'stlar 5 metr 2 millimetrni tashkil qiladi. Xo'p, g'ildirak, klins oraliq masofasi esa 2 metrni, sal kam 2 metrni tashkil qiladi do'stlar. Bu nima beradi degan savol tug'iladi. Bu uzoq yo'lga ketganingizda mashina sizni chayqab, siltab, charchatib qo'ymaydi do'stlar. Siz xohlagan komfortni mana shu klins, ya'ni g'ildiraklar oraliq masofasidagi balans, muvozanatni ushlab beruvchi funksiyalar sizga yana ham kattaroq komfort yaratib beradi do'stlar. Mashinamiz juda yumshoq. Hadovoy padiskalari ham вообще zo'r ishlangan. O'zingizlar kelib bemalol test driverlarni ham qilib ko'rishingiz mumkin. Ushbu mashinamizning narxi bugungi kundagi narxi $31,500 qilib berib yuborsam nima deysizlar do'stlar? Bosib oladigan joyi, srochniy gibrid model olaman degan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Oilaviy semeyniy. Kamiga 6 ta o'rindiqli. Tablolari bo'lsa, xolodilnigi bo'lsa, 360 kamera, panorama tom. Xullas, birgalikda sanab o'tdik bu funksiyalar har bitta inomarkada ham mavjud emas do'stlar. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bugun kirib keldi, pul bilan kelib ololmay ketgan akalar bor. Dastrochni hozirgi kunda trendga aylanib ulgurgan, trendga chiqib ulgurgan modellarimizdan Dongfeng Epino 8 bo'ladi do'stlar.